Assalomu alaykum, hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 4-sinf ona tili qaraqtqich kelishigi mavzusidan 30-mashq uyga vazifani ko'ramiz. Uyga vazifa sharti: berilgan so'zlarga mos qaratqich kelishigi qo'shimchasini olgan otlar topib, so'z birikmalari tuzing. Muqovasi. Nimaning muqovasi? Kitobning muqovasi. Singlisi. Kimning singlisi? Akmalning singlisi. Parragi. Nimaning parragi? Vertolyotning parragi. Maqsadimiz. Nimamiz? Kimning maqsadi? Ya'ni bu yerda maqsadimiz so'ziga mos so'z bizning maqsadimiz bo'ladi. Daftarning varag'i. Nimaning varag'i? Daftarning varag'i. Soqoli. Kimning soqoli? Cholning soqoli. Dumi. Nimaning dumi? Mushukning dumi. Rangi. Nimaning rangi? Ko'ylakning rangi, kamalakning rangi. Yana boshqa ko'plab so'zlar qo'yib ishlatsak ham bo'ladi. Mazasi. Nimaning mazasi? Ovqatning mazasi. Yana bu yerda mevaning mazasi, olmaning mazasi. Yana boshqa xohlagan so'zlaringni qo'yib foydalansalar bo'ladi. Qozonning qorasi. Nimaning qorasi? Qozonning qorasi. Bu so'zlar namuna uchun berildi. Sizlar o'rniga boshqa so'zlar qo'yib ham yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.